Qarang, shundoqqina yo'lda bo'yida to'g'rida Kanichka va Havas magazin joylashgan. Yunusobodga kelganmiz do'stlar. Xo'p, 10-kvartal shundoqqina yo'lda bo'yida 5 qavatli panelli uylar, birinchi qavatdan 5 xonali 112 kvadrat foydali maydonga kvartira sotuvga chiqmoqda. Bu tomoni mana ko'rdiling. Bu tomon bitta chiqish joyi, огородlari mavjud. Bu tomonda asosiy kirish chiqish joyi bor. Ya'ni ikkita kirish chiqish katta kvadraturaga ega xonadon sotuvga chiqmoqda va bemalol ikkita oila yashasa bo'ladi. Bu tomonni bir yo'la ko'rsatib beramiz. Oshxona qilishgan, ko'rishingiz mumkin. Kattagina oshxona, o'tiradigan joylargacha ko'tarib qo'yishgan. Mana bu yerda ham o'tiradigan joylar qilishgan. Uyda faqat oshxona jihozlari qoldirilyapti. Xo'p, bu yerda sanuzel alohida qilingan, ko'rishingiz mumkin. Kafelar qilingan holatlari juda ham yaxshi holatda turibdi. Bu yerda hojatxonasi. Xo'p, endi bu tomonga o'tadigan bo'lsak, bu yerda kladovkasi mavjud, kattagina. Va bu tomonda ko'rishingiz mumkin bitta xonasi, yotoqxona. Bu tomoni kladovka edi. Bu yerda yana bitta yotoqxona qismlari. Holatlarni ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda turibdi. Bu yerda yana bitta yotoqxona, ya'ni bolalar yotoqxonasi. 3 ta xonani ko'rdingiz. Bu tomoni asosiy kirish-chiqish joyi, ya'ni podyezddan kirib chiqish joyi. Bu tomonda esa kattagina zal joylashgan. Qarang, juda ham kattagina, remontlari yaxshi holatda turibdi. Kirib yashashga tayyor holatda, faqat jihozlasangiz bo'ldi. Bu tomongacha davom etgan. Romlar, akfaromlarda tashqaridan temir panjaralar bilan o'ralgan, isitmlari esa mavjud. Ushbu kvartira 112 kvadrat foydali maydonga ega va egalar tomonidan 131 ming dollarga baholanyapti. Albatta, ozroq kam bor. Qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi ularni ulashib boramiz.